Я в шоке. Qanaqa imtihon? Так ты же сдала документы на грант deyapti deymanga. Qarangiz, bir doktoranturaga grantga topshirgan ekansiz. O'zi qanaqa bo'lgan imtihonni, qanaqa kirgansiz o'tga? Doktoranturaga topshirganim men o'zim xohishim bilan bo'lmagan. To'g'risini aytsam, bu Allohdan bo'lgan, tasodifdan bo'lib qolgan. Odamlar Salih Ibragimov professor, bilasizlar, ular kelib aytdilar, grantga davay topshirgan, grantga kirasan, nima ilmiy ishim boshlab o'tdim. Tayanch doktorant bo'lamanmi? Ya'ni mustaqil izlanuvchi bo'lishim mumkin edi, grantga kirishim mumkin edi. Lekin mustaqil izlanuvchi bo'lsangiz, siz xohlagan muddat ichida ishingizni yo'qlaysiz. Grant o'qisangiz, grant 3 yil. 3 yil ichida siz shu ilmiy ishingizni bitirib, topshirib, yo'qlashingiz kerak. Men aytganman, men 3 yil endi bu men uchun kam. Hozir o'tga imtihon topshirish kerak. Men hozir imtihon topshirmayman. Kerak emas, kirmayman. Yo'q, topshir dedilar. Yo'q, men kirmayman, kerak emas menga dedilar. Bo'pti, o'zing bilasan, jahllari chiqdi ularni. Keyin dokumentlarimni to'pladim. MyGov sayti bor, o'tga hammasini qo'yish kerak edi, yuklash kerak. Saytga hamma dokumentlarimni yukladim. Keyin o'timda knopkani bosib tanlaysiz-da, qaysi bosqich nima. Men o'tda ko'rdim PhD, tayanch doktorant deb yozilganda. Mustaqil izlanuvchi ko'rmaganman. Tayanch doktorantura-ku meni xayolimda. Bo'ldi, tayanch doktorant bosganman. Shu bilan bo'ldi. Vdruk 2 kundan keyin telefonga SMS kelyapti. Sizni hujjatlaringiz qabul qilindi. Shuncha kunda, shuncha soatda imtihonga keling. Я в шоке. Qanaqa imtihon? Я же сдала на mustaqil izlanuvchi. Я же не должна экзамен сдавать дома. Dodamga telefon qilaman, soat 12mi, 11mi. Menga mana shunaqa SMS keldi, imtihonga borishim kerak ekan. Значит, o'tgan imtihon qo'yib topshiruvdi dedilar-da. Mayli, mutaxassislik bo'yicha, ya'ni stomatologiya bo'yicha, unaqa qiyin emas. Mayli, bordim. Imtihonga tayyorlanmasdan, как обычно bordim. Qarasam, hamma kitob olib, varrolab o'qib yotibdi, tayyorlanyapti. Я говорю, shunchalik qiyin ekanmi imtihon deyapman-da. Endi, конечно, 16 ta joy berilgandan keyin qanaqa 16 ta joy deyapman-da. Desam, ha, bu yil kamroq joy berildi deyapti-da. Ha, yo'q deyapman-da. O'zimni как будто tushmayotganga olmay, вообще непонятkiman-da, nima происходит. Onga kirdim, bo'pshini topshirdim. Yaxshi, zo'r topshirdim. Hamma bilgan savollarim chiqdi. Ikkinchi bosqich ingliz tilidan imtihon narxozda bo'ladi. Uni sizlarga SMS-da yo'g'ur, qanaqa imtihon, какой narxoz deyapman-da. Keyin dalsha tushunmayman. Keyin chiqdim-da, o'rtog'imga telefon qildim. Mana shunaqa desam, qayerga topshirding dokumentingni? Yo'g'ur, men mustaqil izlanuvchiman. Mustaqillikni topshirmasdik imtihon deyapman. Desam, menimcha sen tayanchga topshirding, nima deb yozuvding saytga? Keyin saytga kirsam, tayanch deb yozganman. Voy, tayanch, так ты же сдала документы на грант deyapti deymanga. Voy deyapman. Narxozga imtihonga bordim. Faqat test topshirdik. Keyin test markaziga 2 kundan keyin borib og'zaki speaking topshirdik, listening topshirdik. Shu bilan bir payt qarasam, balim yetib kirdim. Hali grantga. O'zim shokdaman. Hammaga qiziq-da, Farangiz, qancha stipendiya olasiz? Grantga kiribsiz. Grant oladigan stipendiyam. Это davlat ajratadi, чтобы bizni ilmiy ishimizni qilishimiz uchun, ya'ni misol uchun menda отбеливание bo'yicha ilmiy ishim, men o'sha material olaman, apparatura zakaz qilaman, Moskvadan olib keltiraman, har xil nimalarni. O'shanga davlat 5,5-6 millionga yaqin pul ajratadi har oy. Shunaqa o'shanga hayotingizda bir nima bo'lsa, nima unaqa bo'ldi, nimaga unaqa, men o'shanda rosa his qilganman, chunki imtihon topshirish baribir ham hayajonlanasiz, u narsani xohlamagan bo'lsangiz ham-da. Shuning uchun Alloh nimani buyurgan bo'lsa, bejizga emas ekan. O'shanga, если в вашей жизни происходит что-то очень интересное, всегда знайте, что на все воля Аллаха.